foydali platformalarimizni davom bo'ladi. Bu platformamizda Well Wisdom hisoblanadi. Ya'ni bu kit degani, well degani katta kitlarni, wisdom donoligi yoki bo'lmasam dono kitlar deydimi? Mana shu ma'noni bildiradigan o platformaga kirdik. Bu platformada biz katta fondlarni, mana bu yerda hop Berkshire Hathaway, ya'ni Warren Buffettni aytaylik fondini, yana boshqa BlackRock kompaniyasini, yana boshqa katta fondlarni ko'rishimiz mumkin. Ularni ma'lumotlari qanaqa aytaylik portfoliyolari bor. Misol uchun BlackRock kompaniyasiga kiradigan bo'lsak, mana bu yerda bizga qaysi hop aytaylik aksiyalarni sotib olgan oxirgi anaqada ko'rishimiz mumkin. Top buys, ya'ni top sotib olganlari va top sotganlarini ko'rishimiz mumkin. SPY, Berkshire Hathaway'ni sotib olgan, Visa kompaniyasini sotib olgan, Lilly'ni, yana boshqa kompaniyalar va bu yoqda sotganlari Adobe kompaniyasini sotgan, Marvel Technology'ni, hop holding kompaniyalaridan eng birinchilaridan Apple, Microsoft, hop Nvidia, Amazon, Meta kompaniyalarini ko'rishimiz mumkin va yana bu yerga See All Holding deydigan bo'lsak, mana bu yerda polностью ko'rishimiz mumkin. Uni ichida nimasi borligini, ya'ni BlackRock kompaniyasini ichida portfoliosida qancha portfolio boshqarayotganligi va qanaqa aksiyalar borligi mana bu yerda ko'rishimiz mumkinki 2025-yil birinchi kvartal holatiga ko'ra hop mana bu 13F degan filing turi bor. Bu Security Exchange'ga, regulyatorga topshiriladigan hujjat hisoblanadi. Mana shu hujjat bo'yicha ular topshirganida mana bu summadagi portfoliosini topshirishgan. Bu summa agar o'qiydigan bo'lsangiz, mana bu 25 million, bu 700 milliard, bu 4 trillion. Ya'ni 4 trillion 761 milliard 25 million 143 ming 344 dollarlik portfeli bor bulardi. Ko'ryapsizlarmi qanaqa darajada katta? Juda katta anaqa hisoblanadi. Bilmayman buni qaysi iqtisodiyotga solishtirsa, O'zbekiston iqtisodiyoti adashmasam 100 milliarddan oshiqroq. 100 milliarddan oshiqroq. Tasavvur qiling, mana 100 milliard deyapman. Bu 700 ham emas, bu mana 4 trillion hamda. Bizi iqtisodiyotdan qancha bo'ladi? Hop 41 marotaba kattami? Bitta kompaniyani portfeli 41 marotaba katta. Hop, and a top of 10 holding concentration of, ya'ni top 10 ta holdingi ushlab turgan pozitsiyasi 25% ni tashkil etadi deyapti. Va bu yerda mana ko'rishimiz mumkinki Apple kompaniyasi, Microsoft, Nvidia va ularda qancha qiymatda borligi. Apple kompaniyasini 253 milliard dollarlik aksiyasi bor bularda. Va qancha aksiyasi bor? Qancha bu? 1 milliardmi? 1 milliarddan ko'proq aksiyasi bor Apple aksiyasini. Hop, mana do'stlar, sizlarga ko'rsatish uchun kirdim. Mana Apple aksiyasini deyarli 15 milliard aksiyasi bor. Deyarli deb turibman. Shuni BlackRock kompaniyasi qancha? 1 milliardini egallab turibdi. Bu taxminan shu 10% ga yaqin. 10% ni egallab turibdi va o'zini portfoliosida 5% gina bo'lib turibdi. 10% Apple aksiyasiga egalik qiladi. Kimdirlar aytadi, "O BlackRock kompaniyasi bu dunyoni boshqaradi. Sen mana ko'rayotgan bu narsalarda, u narsalarda BlackRock hamma narsasini hal qiladi. BlackRock sen ishlatayotgan kompaniyalarni dunyoni boshqaradi. Boshqa narsa, yana bir narsa, ko'zingni och, sen Matrixdasan, bir narsalarsan." Kerak emas. Mana tayyor fakt, ya'ni shtobi 1 milliard aksiyasini hop Apple kompaniyasini boshqaryapti. Bu yerda mana 15 milliardga yaqin bor. Hisoblasangiz 10% ham emas. Apple kompaniyasini 10% ga ham egalik qilmaydi. Qanaqasiga BlackRock kompaniyasi Apple'ni boshqarishi mumkin 10% ga ham egalik qilmagandan keyin. Hop, Microsoft turibdi. Yana undan tashqari BlackRockdan tashqari yana boshqa kompaniyalar bor. Mana Berkshire Hathaway bor, Warren Buffett bor. Warren Buffett ham katta anaqasini boshqaradi. Misol uchun mana ko'ramiz. Holdingini ko'ramiz. Mana bunda ham Apple kompaniyasi juda katta anaqasini qismini egallaydi. Apple kompaniyasi mana 300 millionta. Dash 1 milliarddan mazaga emas, kichkina ekan. Bu portfoliosi mana bularniki endi kichkina. Nariginga trillion edi, bu yerda milliard xolos. Mana
58 milliard. Endi narigi trillion. Juda katta. Eng katta pozitsiyasi Apple aksiyasida ekan. Bu o'sha 300 million ekan. Ya'ni qiymat tarafdan. Qiymati bo'yicha eng katta. Chunki mana bu 400 milliondan turibdi, lekin bu arzonroq bo'lganini hisobiga market valuesi mana eng qimmati 66 milliard dollarlik Apple aksiyasini ushlab turibdi ekan. 300 millionda. Xo'p, Warren Buffett ham misol uchun dunyoni boshqaryapti, Apple'da anaqa qilyapti desak bo'ladimi? Agar o'shanaqa logika bilan gapirsak-da. Lekin tayyor hamma narsa fakt bor, tekshirib olsangiz bo'ladi. Unaqa narsalarga ishonmasligingizni so'rayman. Chiqib gapirsangiz, unaqalar o'ziga dushman qilib oladi. Shuning uchun nima ham derdim? Insofni hammani o'ziga bersin. Mana tayyor hamma narsa ko'rinib turibdi do'stlar. Xo'p, mana o'sha katta fontlarni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, Well Wisdom kompaniyasida, to'g'ri platformasida BlackRock kompaniyasiga kirdik, yana bir qator. Xo'p, holdinglarini mana ko'rdik. Nimalar bor, boshqa narsalar. Yana boshqa ma'lumotlar ko'rishimiz mumkin. BlackRockga tegishli bo'lgan kompaniyalar. Australiya, Tayvan, BlackRock Investment Management, Braziliyaniki, Fund Advisor, Japan, yana boshqa o'sha aytaylik BlackRock kompaniyasiga tegishli bo'lganlarni ko'rishimiz mumkin. Global Holding, bu yopiq ma'lumoti. 13D, ya'ni 13D fayllarini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lsam 13F ni ko'rib o'tdik, ya'ni 13F harfida berilgan. Bu GD aytaylik hujjatlarni ko'rishimiz mumkin. Insider form 4 anaqa bo'ladi, ya'ni 4 formasini to'ldirishlik kerak bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin uni qaysi aksiyalarga short position ochgan. Shunisini ham ko'rishimiz mumkin. Mana A Living Servicesga mana Origin Hong Kong, ya'ni Gonkongdagi kompaniyaga short pozitsiya ochgan. Yana boshqa kompaniyalarda ham ko'rishimiz mumkin. Juda ko'p, lekin Gonkongga ochilgan ekan. Bilmadim nimaga Gonkongda bularni qilishmoqchimi. Ko'rib turganingizdek, ularda portfellarini kuzatib, o'rganib chiqsangiz bo'ladi. Comments and updates juda muhim emas, lekin shu yerga o'tsangiz ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qachon chiqargan, qachon filingni berdi, nima qildi, o'sha narsalar. Summaryda o'tamiz. Mana ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Activity, market value, sector allocation over time, ya'ni qaysi sektorlarga pul kiritayotganini ko'rishingiz mumkin bu yerda. Information technology mana eng kattasi bo'lib turibdi. Ko'rganingizdek, mana belgilasangiz, o'shanisi o'zi kelib chiqadi yoki mana olib borsangiz ham o'zi kelib chiqadi. Keyingisi finance, o'zi hammasida finance bo'ladi. Healthcare, finance, information technology eng kattasini egallab turibdi. Keyin consumerdagi keyingisida turadi. Portfolio performance, portfoliosi qanaqa darajada ketayotganligi, bu ham aytaylik mana qisqa ma'lumoti. Qolgan umumiy ma'lumotlari, ya'ni anaqani sotib olsang, obunani sotib olsang ko'rsatamiz deb turibdi. Ya'ni bu yerda mana shu aytaylik gigant kompaniya bilan SP500 da holatini solishtirganda, bu gigant kompaniya SP500 dan balandroq bo'lgan holatda yuribdi. Ko'radigan bo'lsangiz, mana yashilimiz balandroq. Bozor mana eng baland 38 da bo'lganda, bu kompaniya 55% da bo'lgan. Backtest qilsangiz bo'ladi. 10 ta holdingi bo'yicha yoki 20 ta undan tepalari ham bor ekan. Pulli faqat o'sha bo'yicha backtest qilib, qanaqa holatda xo'p natija ko'rsatgan, bu yili u yili degan narsalarini ko'rib olishingiz mumkin. Ya'ni sodda qilib aytganda, tayyor sizga katta platformalarda, katta to'g'ri hedge fondlarda, investitsion bank fondlarda hammasinikini bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Ichida nima borligini faqat kechikkan ma'lumot bo'yicha, ya'ni bugun oldi sotdi qilganini ko'ra olmaysiz. Xo'p, men shu aytaylik 13F, 13F degan formasi bor. Mana shu formani ular Security Exchange'ga topshirganda ko'ra olasiz. Bular ham odatda kvartallik topshirishadi. Buni ko'rib turganingizdek, 2025-yil 03-31, ya'ni 31-mart kunida topshirishgan. O'sha bo'yicha bu ma'lumotlar deyarli yangilanmagan. Sababi bular ham aytib o'tganimdek kvartallik chiqarishadi va mana follow'ni bosib qo'ysangiz, BlackRock kompaniyasini kuzatib borishligingiz mumkin. Aytib o'tdim, ya'ni qaysi kompaniya qaysini boshqarayotganligini, qaysini ushlab turganligini ko'rib olishingiz mumkin. Mana Apple kompaniyasiga kiramiz va Apple aksiyasini ma'lumotlari, CEOsi ma'lumotlari, xo'p, yana boshqa narsalar, ko'rsatkichlar, to'g'ri statistik ko'rsatkichlar, bu yerda o'sha kompaniya to'g'risidagi ma'lumotlari,
dividend yield, yana boshqa narsalar. Pastroqqa tushadigan bo'lsak, shareholders, ya'ni kimlar buni egallab turibdi, shuni ko'rishligingiz mumkin bo'ladi. Investorlarda ko'rishingiz mumkin, qaysi kompaniyalar aynan mana shu Apple kompaniyasiga investitsiya qilgan, shuni ham o'ziga kirib turib, Apple aksiyasiga kirib turib ko'rib olishligingiz mumkin bo'ladi. Yana bemalol orqaga qaytib, mana BlackRock kompaniyasiga qaytib olamiz. Bu katta fondlardigini ko'rishlik bo'ladi. Endi do'stlar, yana shunaqa savol kelib tushgan ediki, Nurinvestda ham qo'shilib ishlasak bo'ladimi? Bo'ladi. Hozir biz shunaqa narsa qildikki, community, ya'ni Nurinvest Web Signal degan community qilganmiz. Ko'rib turganingizdek 446 ta odam bor. Bu yerda oylik obuna ancha arzon. Mana oylik obuna, bu yerda mana pricing o'tamiz. Mana bu veb-saytni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana kvartallik pulini olar ekan. Xo'p, standarti $90. Bu degani oyga $30 dan tushadi degani. Sizga ma'lumotlarni ochib beradi. Shunchaki ma'lumotni ochib beradi xolos. Tekinida ko'rib turibsiz, ko'p narsa yopiq. Endi bizning communityda bo'lsa, bizning communityda tahlillar, qaysi aksiyalarni sotib olishlik mumkin, qaysilarini sotsa bo'ladi. Xo'p, ya'ni targetga yetib bordi yoki stop lossida hamma narsasi berib boriladi va albatta mana ko'rib turganingizdek musaffada joiz, islamiklikda joiz ko'rsatib qo'ygan bo'lamiz. Bizni tahlilchilarimiz mana shu narsalarni tekshirishadi. Polnosti tekshirgan holatda sizlarga shu narsani taqdim etadi. Shu oddiygina gruppamizga qo'shilib olishligingiz mumkin. Bu atiga shu oyiga 50 ming so'm. Ya'ni men o'ylashimcha butun pashti O'zbekiston bo'yicha deyarli bitta abitni puli. Tushli bitta abitni puliga bemalol shu gruppaga qo'shilasiz. Nima foyda beradi? Tayyor sizga tahliliy g'oyalar beradi. Ko'rib turganingizdek arzon aksiyalar, bozorda tushunadigan odam bo'lsangiz, sal-pal bo'lsa-da keyin kirsangiz bo'ladi va $200-300 bilan kirib shu aytaylik 5-10%, 20% natijalar qilishingiz mumkin va iyun oyida qilgan natijamiz bor. Bu gruppamiz aytaylik yangi formatda endi ochildi. Bundan oldingi oylardagi, ya'ni iyun, undan oldingi may yoki bo'lsam aytaylik xo'p, mart, fevral, yanvar shu oylardagini ham natijalarini YouTube kanalimda qo'yganman. Bu yerda ham o'zi 3 oylikni ko'rsatganmiz. Mana kirib ko'radigan bo'lsak, xo'p, aytaylik umumiy foizni hammasini qo'shganda 400% bo'lgan, lekin o'rtacha hisobda 26% lik natija bo'lgan. Mana bitta aksiyada 260%, 36%, 25%, 40% lik natijalar ham bo'lgan do'stlar. Shunaqa natijalarni ham ko'rishligingiz mumkin bo'ladi. Shu atiga oyiga 50 ming so'm to'lagan holatda. Undan tashqari bizda xo'p investitsiya klubimiz ham bor. Investorlar bilan ishlaydigan. Bu yerda mana iyun oyidagi natija, o'rtacha natija 508. Nimaga endi bu yerda pastroq, naryoqda ko'proq? Sababi u yerda riski balandroq bo'lgan narsalarni qo'yamiz va u yerda katta pul bilan kiradiganlar bo'lmaydi odatda. Katta pul bilan kiradigan ham o'zi riskini, hamma narsasini hisoblaydigan. Bu investor klubida biz tradingni bilmasa ham o'zimiz o'rgatib yordam beradigan investorlarimiz bo'ladi. Bularga o'rtacha holatda pastroq bo'lsa ham asosiysi katta pullarini yo'qotmagan holatda investitsiya qilishligini so'raymiz. Agarda qo'shilmoqchiman Nurinvestga $50, $100 desangiz, xo'p, bu kam, ochig'ini aytaman. Bu nima desam bo'ladi? Bizda sotib o'tiriladigan soha emas. Shuning uchun qattiq gap bo'lishi mumkin yoki g'alati bo'lishi mumkin. $50, $100 ga siz borib hech narsa qila olmaysiz. Shu rosa bo'lsa borib $50 ga nima olib kelishingiz mumkin? Juda past baholanadigan narsalarni olib kelib bozordan sotishingiz mumkin. Bu sizga unaqangi darajadagi past narsa emas. Qanaqa qilib xo'p $50 ga aytaylik Amerikaning kompaniyasidan savdo qilib foyda qilmoqchisiz. Sal o'ylab fikrlash kerak. Bizga murojaat bo'ladiganlarning ichida ko'p $50 ni tikib ko'p aytmoqchiman. $50 oldin siz $450 qo'yishni o'rganing. Shu pul topishni o'rganing. $50 da hozir kechirasiz. 2 marta hayit o'tsa, hayitda yosh bolalar ham to'plab qo'yadi-da. Hayitligini yig'ib turib. $50 pulim bor deyishlik, bu pul emas-da, u investitsiya qiladigan pul emas u. $50. $50 bitta chiqsangiz kiyinib keladigan pul. Kiyinishingizga ham yetmaydi dachi. Shuning uchun investitsiya biror bir narsaga pul tikib, natija kutmoqchimisiz, sal dadil bo'lish kerak, dadilroq tashlash kerak. Pulim yo'qda, meni sharoitim shu. Birinchi navbatda kechirasiz, ishlab pul toping. Ya'ni endi anaqaga o'tib ketdi, motivatsiyaga o'tib ketdi, lekin asosiy aytmoqchi bo'lgan narsam, sal yirikroq summa bilan kirsangiz, osonroq bo'ladi foyda ham.
foydani ko'rish natijangiz ehtimoli ham. Shuning uchun Signal kanaliga qanaqa summa bilan kirish kerak? Iloji bo'lsa bir 500-1000 dollar eng kamida. Eng kamida taqalgani 500, undan past bilan maslahat bermayman unchalik. Undan kattaroq summa bo'lsa, bo'ldi, bemalol o'shanga. Bizni investorlar klubimizga eng kamida 5000 bilan kirsangiz bo'ladi. Biz u yerda pulingizni boshqarmaymiz. Ma'lumotlar kerak bo'lsa, mana bu nomerda adminlar qo'yib qo'yaman, o'sha yerdan anaqa qilishingiz mumkin. Mana biz ham aytmoqchi bo'lib buni ko'rsatganim sababi, biz ham o'zimizni portfelimizdagi yoki bo'lmasam savdo g'oyalarimizni ko'rsatib boramiz. Mana bu yerda portfoliolarimizni ko'rsatib, qanaqa aksiyalar oldi, sotildi, ushlab turildi, shu narsalar bo'lganini biz har oyda chiqaramiz. Siz mana bu platformada 3 oyda kvartallikda bitta zo'rg'a ko'rib olishingiz mumkin. Lekin ular zo'r. Bozorda gigantlari. Endi sizga alternativ etaylik yechim sifatida ko'rsatyapman. Ko'rib o'tganimizdek shu Well Wisdom veb-saytida, platformasida katta bo'lgan kompaniyalar shundoq mana kirib tekinga ko'rib chiqishingiz mumkin yoki bo'lmasam Nur Investga bog'lanishingiz mumkin. Bu videomiz ham shu yerda tugaydi. Manfaatli bo'lgan bo'lsa albatta like bosinglar va kommentariyada savollaringiz bo'lsa bemalol yozishinglar mumkin va agarda undan tashqari adminlarga bog'lanishlik bo'ladigan bo'lsa, uni ham nomerlarini shu yerda chiqaraman, adminda anaqasi bilan va pastda ham qoldirib o'tamiz. Bemalol bog'lanishinglar mumkin bo'ladi. Sog' salomat bo'lasizlar. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videomiz tugadi. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha. Do'stlar, ko'pchilik men bilan birga savdo qilishlikni yoki meni jamoamda ishlashlikni xohlaydi, lekin hammani ham baribir ofisimga sig'dira olmayman, hammaga ham birgalikda ishlashlik imkoniyati bo'lmaydi. Lekin mana shu narsani biz onlayn formatda yo'lga qo'ydik. Ya'ni biz Nur Invest jamoasi bilan birgalikda onlayn community, onlayn gruppa tuzdik Telegramda. Siz ham bu Telegramga qo'shilishingiz mumkin. Bunda siz Nur Invest obuna boti orqali kirib turib, o'sha yerdan qo'shilasiz va Nur Invest gruppamizga qo'shilasiz. U yerda hozirda 500 dan ortiq bo'lgan insonlar bor. Ular bilan biz swing savdolar, prop shotlar, penny aksiyalarda savdo qilyapmiz birgalikda va jonli muloqotlar ham bo'lib turadi do'stlar. Va u yerda 5%, 10% dan tortib natija 200% gacha o'sgan aksiyalarimiz bor. Har oyda oylik hisobotni chiqarib boryapmiz va sizni ham o'sha gruppada kutib qolaman.